Hozirgi kunda sotuv bo'yicha birinchi o'rinda turgan mahroviy tortini bugun sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Tuxum oqiga ozgina tuz solib yaxshilab ko'pirtiramiz. So'ng ustiga shakarni oz-ozdan solib, shakari eriguncha yana ko'pirtiramiz. Tuxum sarig'ini solib lopatada yengil aralashtiramiz. Uni elakdan albatta o'tkazib, uni ham lopatada pastdan tepaga qarab yengil aralashtiramiz. Biskvit haqida to'liq sir asrorlari, graduslari, xato kamchiliklarni opisanada yozib qoldirdim. Albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Krem uchun haqiqiy oppoq uy qaymog'iga moloko, sut solamiz va quyilguncha mikser qilamiz. Biskvitlarni xohishga ko'ra molokoli suv bilan namlab olamiz va kremlab, chetidan, ichidan chiqqan urvoqlari bilan bezatib olamiz. Men qora biskvitni yoqtirmaganim uchun kakao qo'shmadim. Agar siz xohlasangiz, biskvitga unidan ozgina olib tashlab kakao qo'shishingiz mumkin. Xullas, mahroviyni ortiqcha sir asrori ham, qiyinchiligi ham yo'q, lekin mazasi o'sha yoshlikni eslatuvchi mazza tort bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani qizartirib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Oldinda bundanda qiziqarli va serdaromad retseptlar sizlarni kutmoqda.